Salom do'stlar, sizlar bilan Vegeta do'stlar. Bugungi videoda seedlarni ko'rib o'tamiz. Ekanligi yetti do'stlar. Birinchi seed yozamiz. Birinchi seedimiz UZB ekan. Mana do'stlar, bu qishloq kichikroq bo'lsa ham videoni qilsa bo'ladi. Mana sandiqning ichidagi sandiqni ko'ramiz. Mana do'stlar, endi keyingi seedga o'tamiz do'stlar. Qani ketdi. Do'stlar, ikkinchi seedimizni yozamiz. 34 24. Mana do'stlar, bu to'g'riga ketib mana bu yerdan burilamiz. Mana do'stlar, mana katta qishloq do'stlar. Mana bunday mana sandiqning ichidagi narsalarni ko'rsatamiz sizlarga do'stlar. Bu mana yana bittasi bor. Mana do'stlar, videoni qilib o'ynasangizlar bo'ladi do'stlar. Mana endi keyingi seedimizga o'tamiz. Do'stlar, endi 3-seedimizni yozamiz. 3 ta yumshoq. Mana do'stlar, bu ham juda katta. Mazza qilib o'ynaysizlar do'stlar. Vijivani qilib, mana bu uyda qurib do'stlar, mazza qilib o'ynaysizlar. Mana bu narsalarni ko'rsataman. Mana bu yerda jitib o'tdik. Mana do'stlar, mana mazza qilib o'ynaysizlar. Mana bu yerda uylar qurib. Endi do'stlar, 4-seedimizga o'tamiz. Qani ketdi. Endi do'stlar, 4-seedimizni yozamiz. Robot degan seed bu. Mana do'stlar, mana bu yerda qishloq bor. Mana 2 ta ekan. Mana birisi bu yerda, birisi bu yerda. Mazza qilib o'ynasangizlar bo'ladi. Vijivani qilib, mana bu yerga uylar qurib, va bu 2 ta qishloqni mana bu yerga uy qurib ko'rsangizlar bo'ladi. Endi 5-seedga o'tamiz do'stlar. Do'stlar, keyingi seedimizga o'tamiz. Mana 65.603. Buni mas seedimiz. Mana do'stlar, bu suv ustida joylashgan. Mazza qilib o'ynaysizlar. Mana do'stlar, mana bu yerdagi narsalarni ko'rsataman. Bitta ekan bunda. Mana do'stlar, kattaligi. Endi keyingi seedimizga o'tamiz do'stlar. Qani ketdi. Do'stlar, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi seedimiz Mimi degan seed. Qani ketdik. Mana do'stlar, mana kattaligi. Endi mana shu yerda qazimiz. Dragonning yoniga boradigan joy bor bu yerda.
Bu yerda emas ekan do'stlar. Mana shu yerda bo'lsa kerak. Bu yerda ham bo'lganmiz. Mana do'stlar. Mazza qilib videoni kuzeyda bo'ladi. Ana yerga mana bu yerga uylar qurib, qishloqni kattalashtirsangiz bo'ladi do'stlar. Mana bu yerda qorli zona ham bor. Mana do'stlar. Unda bo'lmasam keyingi videomizga o'tamiz do'stlar. Qani ketdik. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Do'stlar keyingi videomizda 999. Mana do'stlar. Mana. Bu yer ham bo'ladi. Kichkinaroq. Lekin o'ynasa bo'ladi do'stlar. Videoni qiladi. Uylar qurishga ham bitga kattalashtirsa bo'ladi işte. Mana do'stlar. Men bu yerdagi narsalarni ko'rsataman sizlarga. Mana do'stlar. Endi keyingi videomizga o'tamiz. Do'stlar bu oxirgi set bo'lgani uchun buni final degan qishloq. Mana do'stlar. Mana bu yer ham ozgina kichkinaroq. Men bu yerdagi narsalarni ko'rib chiqamiz do'stlar. Keyin ana yerda bir ikkita qishloq bor. Ana shularni ham ko'rib chiqamiz. Bu yerdagi ko'rsatib o'raylik sizlarga. Mana do'stlar. Endi dragon yoniga boradigan joy. Mana. Endi chiqamiz. Bu yoqqa ketamiz endi. Mana bu yerda yana qishloq bor. Mana do'stlar. Yana bitta qishloq. Bu yerga ham uylar qurib o'ynasangizda bo'ladi. Endi bu yoqda ham bir qishloq bor. Hozir do'stlar uzr bu qishloqda boribman. Bu mana bunday joy piramida. İçine koyarız do'stlar. Mana oltinlar ham bor. Mana do'stlar. Endi do'stlar xayrlashadigan vaqt ham bo'lib qoldi. Hammaga xayr do'stlar. Hammaga xayr do'stlar. Video do'stlar bilan video takror bo'ldi. Like bosib obuna bo'lishni unutmang. Xayr do'stlar.